Yana bir bor assalomu alaykum azizlarim. Bizni endi ishda nimalar kutyapti? Iyun oyini oxirgi 15 kunda bizni ishda nimalar kutyapti deb ko'rib olamiz. Ish yo'llarimiz, pul yo'llarimizda bizni nimalar kutyapti? Qanaqa daromadlar kirib kelyapti deb ko'rib olamiz. Ish yo'llarimizda. İşte hozirgi holatingiz qanaqa holatda? U haqiqat izlashda, qarang. Haqiqat izlovchi insonsiz. Har doim haqiqatni gapiradigan insonsiz. Har doim qidiradigan, izlanadigan insonsiz. Haqiqat qidiryapsiz. Kontrol qilyapti sizni yoki siz u insonni kontrol qilish lavozimida ishlaysiz. Yoki bo'lmasa sizni kontrol qilishyapti. Ya'ni ishxonangizda sizni har bir qadamingizga qarashyapti. Lekin siz omadlisiz, sizni har doim farishtalar qo'llayapti, yaratgan egam qo'llayapti. Sizga hozir qarang, siz qanaqa insonsiz? Aslida sizga hozir 1-2 kunlik keladigan pul emas, sizga doimiy kelib turadigan joy, ya'ni kelib turadigan daromad qiziqroq. Shuning uchun sizga hozir puldan ko'ra o'zingiz ustingizda ishlashni ma'qul ko'ryapsiz. Ya'ni malaka oshirmoqchimisiz yoki nimadir biznesni boshlab qo'ymoqchimisiz? Lekin nimagadir ozgina qo'rquvlaringiz bor. Nimadandir xafa bo'lib turibsiz. Nimadir haqiqat izlayapsiz-da, nimadandir xafa bo'lib turibsiz ish yo'lingizda. Lekin o'zingizga yarasha orzularingiz, maqsadlaringiz bor. Har doim buni xayol surasiz. Tinchlikda, totuvlikda yashashni, ishlashni xohlaysiz. Qiziquvchan insonsiz. Hamma narsaga qiziqasiz. Hamma narsani qilib ko'rgisiz keladi ish yo'llaringizda. Ya'ni qiziquvchan insonsiz. To'xtab qolishni xohlamaysiz siz. O'zingizni ustingizda ishlashni xohlaysiz har doim. Har doim nima deydi, professional usta bo'lishingizni xohlaysiz. Ya'ni o'zingizni sohangiz bo'yicha nimagadir oyoq qo'lingiz bog'langan holatda turibsiz shu kunlarda. Harakat xohishi bor sizda. Nimagadir oyoq qo'lingiz bog'langan holatda. Maqsad qo'yyapsiz, xayol qilyapsiz, lekin nimagadir oyoq qo'lingiz bog'langan holatda turibdi. Yo'q. Qarang, sizga har taraflama bu ishingizda, mana o'zingiz ustingizda ishlasangiz, qiziqqan sohangizda sizga omad kelyapti, baraka kelyapti, pul kelyapti. Qarang azizlarim. Ozgina shubhalanib qolgansiz, ozgina shubhalanyapsiz nimagadir. Shuning uchun sizda shunaqa holat bo'lyapti. Lekin siz harakatchan insonsiz. Sizga pul kelyapti. Nimadir ishni sheriklikda boshlamoqchisiz. Yoki bo'lmasa sizga sevgingiz xalaqit qilyapti. Munosabatdagi tuyg'ularingiz, emotsiyaga berilishingiz, u insonni ko'p o'ylashingiz sizga xalaqit qilyapti. Yokida teng sheriklikda nimadir ishni boshlamoqchi bo'lib turibsiz, lekin to'xtab turibsiz. Siz munosabatda voz kecha olmayapsiz. Munosabatingiz ishingizga xalaqit qilyapti. Ya'ni munosabatda siz voz kecha olmayapsiz. Ya'ni u insondan hali ham umid qilib qo'yapsiz. U chiroyli va kelishgan, har taraflama kuchli imperator yoki bo'lmasa chiroyli ayol bo'lishi mumkin. Siz bu insondan hali ham kecha olmayotganingiz, hali ham umid qilayotganingiz, shu narsa sizni ko'p o'ylantirib, ishingizni ham orqaga tortayotganligi, qo'rquvlaringiz borligi, umidsizlikka tushib qolyapsiz qanaqadir. Lekin siz kuchli insonsiz-da, har taraflama. O'zingizga yarasha obro' e'tiboringiz bor, karyera jihatdan ham, pul jihatdan ham har taraflama kuchliisiz. Hamma narsani yengib keta olasiz. Tugatish kerak sizda ishingizda, ish yo'lingizda nimadir tugatyapsiz. O'tmishni tugatyapsiz. O'tmishni tugatishga ikkilanyapsiz. Tugatish kerak, lekin ikkilanyapsiz. Hali ham siz umid qilyapsiz, umidingizni uza olmayapsiz. Bu narsa ishingizga ham ta'sir qilyapti sizni. Uni kuzatish bilan bandsiz. Ya'ni undan voz kecha olmayapsiz, uni kuzatyapsiz, undan umid qilyapsiz. Adolatsizlik bo'ldi menga deyapsiz. U o'zini manfaatini o'yladi deb xafa bo'lyapsiz. Lekin siz shu kartada shunaqa berib ketardim sizlarga psixolog sifatida bu gapim. Bu sizni adolatsizlik bo'ldi deyapsiz. Munosabat sizni ishda orqaga tortyapti, lekin bilasizmi nima degan bo'lardim? Siz o'sishingiz uchun sizga keldi bu narsalar. Kuchli bo'lishingiz uchun sizga bu narsalar kelganligi va siz yanada kuchli bo'lishingiz va nima deydi? Sizga kelayotgan sinovlar hammasi sizni kuchli qilishi. Siz
har taraflama kuchli bo'lyapsiz. O'zingiz ustingizda ishlayapsiz, kuchli bo'lyapsiz. To'g'ri, sizga nisbatan adolatsizlik bo'lgandir, lekin sizni kuchli qildi bu munosabat. Ya'ni o'zingizni ustingizda ko'p ishlab, ko'p narsani tushunib yetdingiz siz. Ko'ryapsizmi, siz qanaqa insonligingiz tushyapti. Tushunib yetdingizda ko'p narsani siz shu ustingizda ishladingiz. Ko'p narsani o'rgandingiz va shu narsalarni yengib o'tishni o'rgandingizda siz kuchli insonga aylandingiz. Aylanasiz va men bu gapimga javob beraman. Chunki shunaqa kartalar tushyaptiki, to'g'ri, sizga nisbatan adolatsizlik bo'ldi. Lekin siz yengib chiqdingiz bu munosabatda, bu ishda. Adolat qaror topadi. Hech xavotir olmang, siz tarafda g'alaba. Adolat qaror topadi azizlarim. Kim kimga qilgan bo'lsa, har birini javobini har kim o'zi beradi. Bu karma. Siz g'alaba qozondingiz. Siz yutib chiqdingiz bu munosabatda azizlarim. Omad tilayman hammangizga. Ish yo'llaringizga ozgina munosabat xalaqit beryapti, uni to'xtatishingiz kerak. Sizda g'alaba ish taraflama ham. O'sish bo'lyapti.